kelishdi menga mana videolar bor. Bu nasl genetik kasal. Bitta oilada ikkita bo'lgan. Bitta oilada ikkita farzandda nasl genetik kasal. Biraz aqabaqa yurishgan, bitta bola o'zi yurmaydi, uni topshirishib olgan. Topshirishib olgan, ikkinchi bolada ham shunaqa muammo. Mana hozir endi ikkinchisida qo'ydik tashxisni. Bitta bola oilada ikkita bola nogiron, bitta bola sog'lom. Shular endi mana oila farzand reja qiladi, sog'lom farzand rejasi. DNKda qo'yildi, aniq tashxis chiqdi, aniq reabilitatsiya chiqdi, aniq dorisi chiqdi yoki bo'lmasa qaysidir bo'lsin. Genetik kasallik tasdiqlab olgandan keyin u yo'q oson. Ya'ni to'g'ri yo'nalishga tushadi. Misol tuzalmaydigan bo'lsa ham ochiqni aytish kerak-da. Qo'pol qilasan. Ota-onaga to'liq, to'g'ri ma'lumot berish kerak. Hali misol yo'q narsani umidlantirib qiynashga ham kerak yo'q. Bor narsa bo'lsa aytib konkret aytish kerak. Mana hozir bitta bemorimiz 2 yil aniqlangan Menkes kasalligi bilan hozir Germaniyadan dori olib keltiryapti, ukolini boshlayapti. O'sha dori o'shaga tushadi. Boshqa O'zbekistonda unaqa dori yo'q. Unga beradigan. Shuning uchun aniq tashxis bo'lsa, ish bir tomonga yuradi. Uni aholiga tushuntirish kerak, doktorlarga ham tushuntirish kerak. Ya'ni bitta oilada ikkita invalidi bormi yo muammosi bormi? Genetik kelsa, u mutaxassisga kelsa. Shunaqada. Tak, aka, siz bilan ishimizda miasteniya gravis chiqyapti haqiqatda. Ya'ni miasteniyani hozir ko'z shakli oddiy miasteniya deymiz. Ya'ni miasteniyada asosiy muammo ko'zda patologik charchashi. Ko'z qovog'ini patologik charchashi. Ya'ni bola ertalab turganda ham yo'q. Vaqti, keyin sekin-sekin ko'z oqishda, ya'ni osilishni boshlaydi, pitoz boshlanadi. Bu yana uxlab tursa, yana svejiy. Xuddi shunaqa miasteniya kasalligiga bu klinik xos narsa. Endi buni generalizovanniy formasi bor, ya'ni tarqoq formasi bor, butun tanada shunaqa bo'ladi. Ertalab zo'r yuradi, bola yuradi, muammo bo'lmaydi. Keyin uje kunda birinchi yarmidan o'tgandan keyin bola tushunchash, toliqish, yurish kelmaslik, ya'ni patologik charchash boshlanadi. Xuddi shunaqa bu generalizovanniy forma. Hozir bunda faqat inshaalloh faqat ko'zda. Endi batda eng yutuqli tomonimiz Prozerelli proba mos keldi, ya'ni ko'zlar to'liq ochildi. Prozerelli probadan keyin shuning uchun bunga antixondergik preparatni o'sha ya'ni kalimin H 60 lisini dozasini to'g'ri olib kelsak, xudo xolasa ko'zga tushib tursak bo'ladi. Yutuq tomoningiz aka, ko'z miasteniyaning okulyar formasi katta ehtimol bilan remissiyaga tushadi. Ya'ni bo'lmay ham qo'yadi shunaqa holat. Yo'qolib ketadi. Yo'qolib ham ketadi. Ya'ni takrorlanishi ham mumkin. Shunaqa narsa remissiyaga tushadigan narsa. Shuning uchun vahimaga hojat yo'q. Masalan, oila, farzand ham yo'q, kelajakda ketaveradi. Endi biz hozir DNKsini sizga tushuntiraman. Qachon imkon qilsangiz DNKsini topshirib qo'yasiz. Buni antitelolari bor. Miasteniya uchun u antitelolar bizda yo'q, Toshkentda bor. Uni ham qachon yo'lingiz tushganda topshirsangiz bo'laveradi. U srojniy emas. Chunki o'zi Prozerelli bilan tasdiqladi, klinika tasdiqladi. Bizda ba'zilar ham yo'q bor. Mana shu bilan davom olib ketib tursak bo'ladi. Qachon imkon sharoit qilganda turini aniqlagani, irsiy bo'ladigan bo'lsa, keyingi bolada miasteniya takrorlanishini bilgani shunaqa qilish kerak. U ham miasteniya autoimmun proses bo'lishi kerak, ham nasliy bo'lishi kerak. Shuni aniqlab farqlab olishimiz kerak. Autoimmun prosesni o'ziga oid bo'ladigan bo'lsa, bizda o'sha muammo yo'q. Sizda keyingi farzandingiz takrorlanish ehtimoli past. Agar nasliy formalar bo'ladigan bo'lsa, unda yana miasteniya bilan tug'ilishi mumkin. Shunaqa. Bu oldingi bolalarda bo'lmagan, keyingisida ham ketishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Mana bit nasliy kasallikda shunaqaki 5 ta bola sog'lom, 6-chi kasal tug'ilganlar. Endi 5 tasidan Alloh saqlagan. Ya'ni o'sha uchrash ehtimolligini pasaytirib turgan. Zararlangan va zararlangan tuxum va urug' hujayra qo'shildi, nasliy kasal. Zararlangan tuxum hujayra, zararlanmagan urug' hujayra qo'shildi, nasliy kasal emas. Shu ikkita zararlanmagan qo'shilsa, nasliy kasal emas. Shuning uchun qarindosh nikoh yoki ikkita er-xotin tashiydigan genlarda 25% xolos ehtimol, 75% sog'lom.